Aka, mana bu nima devor-yu? Bu aka-ukalarni uyi bo'lgan, devor o'rtadan bo'lingan, lekin dokumentarli bo'lgan. Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Yaxshimisiz. Shu xonadonni 179 ming reklama qiluvdingiz. 79 mingga qo'ygandim men yaqinda, bir 2-3 oy bo'ldi shekilli, men adashmasam. Hop, bu o'zimizning singlimizni, yaqin singlimizni nomida, xudo xolasa begona joy emas. Hozir kelishilgan holda sal narxini pastroq qildi. Nech pul qilib beramiz hozir endi? Hozir o'zimiz kelishdi 165 ligi. Start 165 boshlaymiz. Bo'lsa, Xudo xolasa. mahalla zo'r, Keles, Kirov yo'llari ham mana cho'tki betonkaga adashmasam bir 2 kilometr, nari 3 kilometr chiqadi. O'rtoqli, общий 6 ta xona. Podvolda 2 ta katta xonasi bor. И постоянно qurilmagan yana joylari bor. Общий to'rt iborat. Tayyor xonadonimizni obzorini qilamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Qaranglar, xonadonimiz kirganimizda spokойно 2-3 ta mashina siqib ketar ekan. Mana bitta zeleный zona uchun ham joy qoldirilgan ekan. Tapchalla qo'yib qo'yishgan ekan, qo'yib. Aka, mana bu nima devor-yu? Bu aka-ukalarni uyi bo'lgan, devor o'rtadan bo'lingan, lekin dokumentarli bo'lgan. Dokumentarli bo'lingan. Dokumentarli devor qolsa bo'ladi. Просто devor qolsa bo'ldi. Qolsa bo'ldi. Tayyor. Отдельно. Вообще zo'r. Xo'p, sizlarga bu yoq tarafni ko'rsataman. Bu yoqda bitta letniy kuxnyaga mo'ljallangan katta xona bilan atak mashoni o'zini kuxnya imashitni o'zida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib olsa bo'ladi-da. Qaranglar, вообще cho'tki. Hozirlar endi основной zdaniyani ko'rsatamiz, xonalarni ichiga kirib. Qaranglar. Birinchi etajda общий 2 ta xona bor. Chap qo'limizda zal, o'ng qo'limizda spalnya qilib qo'yishgan ekan. Remontlari akkuratniy, patologlari baland. Mana spalyaning o'zida sanuzel bor ekan. Dushoy и tualet. Hop, hozirlarga zalni ko'rsataman. Zalda ham qaranglar, remontlar juda. Voy, aka, mazzami televizor ko'rib o'tiribsiz? Televizor ko'rib o'tiribman. Ha, kattagina zal mana. Cho'tki. Hamma narsasi bor, kansini, nimasini. Частичный mebel texnikalar qoladi. Cho'pli pol полностью. Polni hamma xonada bor. Bo'ldi. Endi ikkinchi etajni ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi etajda общий 4 ta xonamiz bor. Chap qo'limiz birinchi xona akamlar ofis qilib qo'ygan ekanlar. Qaranglar, akkuratniy. Remontlari yomon bo'lib ketmagan, cho'tki holatda bo'lib turibdi. Mana bu yoqda ro'parasida bitta zalni o'rni, kattakon, mana zal qilib qo'yishgan. Общий 2 ta zal bor ekanda bu uyda. И 2 ta детский qilib qo'yilgan. Mana to'g'rida sanuzel, dushovaya. И mana bu birinchi детский xonasi. Ko'rishingiz mumkin. И mana bu yerda ikkinchi детский xonasi. Svet o'chiq ekan. Mana. Podvalning bitta xonasini oshxona qilib qo'yishgan ekan. Qaranglar, hamma narsa bor. Mebel texnikalari, hamma narsasi bor. И ikkinchi xonasi, общий kotelniy xonasi, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, akamga aytishyapti, svet, gaz, suv, kanalizatsiya вообще muammo emas ekan. Kommunikatsiyada muammo yo'q. Yangi mahalla, qo'ni-qo'shnilar yaxshi deyishyapti. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opisaniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.